Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 13 ot kuchli 188 motorli benzinli motoblogimiz sotildi. Komplet holatda mana 5 qatorli frezerlari bo'ladi. 5 qatorli frezerlari 4 qatorli qo'salangan bo'laveradi. Bitta palis orqali ajraydi. Oldida 4 ta chiroqli bo'ladi. Balonlari katta 612 lik balonlardan bo'ladi. Motorlari benzinli motorlardan qo'yilgan. Mana ot kuchi 13 ot kuchiga ega bo'ladi. Statorli akkumulyatorlari bor. Kalitga ham ruchnoy holatda o'tkazilgan bo'laveradi. Mana ruchnoy puskach orqali tortib o'tkazilgan bo'laveradi. Rollar uzun, bemalol zatga o'rnatib ishlatsalang bo'laveradi. Prinsip ulab tortsalang bo'laveradi. Qishloq xo'jaligiga dori apparat, suv nasos, yana boshqa agregatlarni qo'yib ishlatsalang bo'laveradi. 60 ga 70 ga moslab olinaveradi bemalol. Rollari ham uzun, ancha. Mana kalitga zavat bo'laveradi. Aytib o'tganimizdek, skorslari ikkita skors bo'ladi. Oldi 1, 2 bo'ladi. O'rta holostik holatda zatniga yuradi. Afzalliklari yozgi kunida ishlatganlaringda benzinlini bilasizlar, qizishi mumkin. O'sha holatda kamroq qiziydigan varianti bu. Kamroq qiziydi. Boshqa firmalar bor, prostoyroq firmalar bor. Yozgi kunida ozgina ishlatsalaring, 1 soat, 2 soat ishlatsalaring bemalol qizib qolmaydi bu narsa. Bir xil firmalar bor, 1 soat ishlatgandan keyin qizib, motorlari qizib, cho'g'ib ketadi. Bu unaqa firma emas. Kentaur Tiller firmaga tegishli bo'ladi. Kentaur Tiller firma ishlatganlar biladi. Ancha sifatli, garantiyalar 6 oyga garantiya beriladi. Zavodskiy defektiga deb ko'pchilik o'tayotgandan keyin sizga o'tdi bo'ladi. Yo'q, bizda 6 oy motor qismiga garantiya beriladi. Ba'da ishlatib, tekshirib olaverasizlar. Keyinchalik zapchast holatida ham bemalol zapchastlardan topsalaring bo'laveradi. O'sha komplet holatida mana frezerlari bo'ladi. Frezerlari 20-25 bemalol haydaydi. Ikkinchi marta haydasalaring 30-35 bemalol yana chuqurroq haydaydi, yeri yumshagan sari. Vozdixlari maslinli vozdixlardan qo'yilgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Bog'da kirganlaringda haligi daraxt soxlari boshqa narsalarga ilib qolmaydi. Juda sifatli qilib ishlangan traktorimiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni. Boshqa turdagi katta motobloklar 17 talik, 9 talik, 15 talik, har xil turdagi motobloklardan ham bor. 7 taliklarimizdan ham har xillardan olib kelib qo'yganmiz. Statorli, 5 stator, farali, salarkali variantlaridan mana ko'rishlaring mumkin. Statorli, oddiy variantlari, salarkali, farali variantlarning ham har xil turlaridan bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Mini traktorlarimiz, o't o'radiganlarimiz hammasidan bor, olib kelib qo'yganmiz. Beton meshalkalarimiz, urug'ga kelgan selkalarimiz. Mana o't o'radigan yangi variantlardan ham kelgan. Buni ham bir obzor qilib chiqqanmiz. Mana YouTube'ga qo'yilgan bularning videosi ham. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni. Murojaat qilaverasizlar. Narx-navosini telefon orqali bemalol so'rab murojaat qilsalaring bo'laveradi.